arxitektor dizaynerlar uchun bu nimaga kerakligini aytmoqchiman. Bu o'zi aslida bu bunaqa korobkada bo'lmaydi. Aslida konservatorda sotadigan bo'ladi. Mabodo konservatorda qolmay qolsa, mana shunaqani ishlatsa bo'ladi. Hozir buni ko'rsatamiz. Ya'ni mana bitta loyihamiz, shuning ustidan biz nasl chizishimiz uchun bu kerak bo'ladi. Boshlaymiz. Va o'sha loyihamizga kerak bo'lgan joyda kirib olamiz. Buni o'sha qog'ozimizga bunday qilib turib steplerlab olamiz. Sababi siljib ketmasligi uchun yoki biror narsa stepler emas, skripka bo'ladi. Shunaqa skripka qilib olish kerak. Sabab qog'oz siljib ketib qolmasligi uchun. Va undan keyin biz bu loyihani ustidan bemalol misol uchun qalamda yozsangiz ham bo'ladi, ruchkada yozsangiz ham bo'ladi. Ustidan masalan o'zimizning loyihani chiza olamiz bemalol. Yo'llarini, misol landshaft chizadigan bo'lsak, landshaftlarni chizamiz. Yoki o'zi umuman ideya qilayotganda ham o'sha binoni anaqasini pechat qilib turib, bemalol ustidan ideya qilsa ham bo'ladi chizib. O'shanaqaga bu qog'oz zo'r ishlaydi.